Xorazm Ahamoniylar imperiyasi tarkibida bo'lganmi? Xorazm miloddan avvalgi 6-asrning ikkinchi yarmida Ahamoniylar imperiyasi asoschisi Kir II tomonidan bosib olingan. Keyinchalik bir davrida imperiyaning ma'muriy bo'linishiga ko'ra Xorazm 16-satraplik viloyat tarkibiga kiritilgan. Bu haqda qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot o'z asarlarida ma'lumot berib o'tgan. Ushbu ma'lumotning eng ishonchli dalili Eronning Behustum qoyalaridagi bitiklardir. Ushbu bitiklarda shoh Doro bir o'ziga tobe bo'lgan 23 ta o'lkani sanab o'tgan va ular orasida Xorazmiya, ya'ni Xorazm nomi ham mavjud. Xorazm Ahamoniylar tarkibida bo'lgan davrda bu yerda monumental me'morchilik rivojlangan. Bunga misol qilib qal'a yodgorligini keltirish mumkin. Ushbu qal'aning qurilish uslubi, ustunlarining poydevori va me'moriy yechimlari Ahamoniylarning poytaxtlari bo'lgan Pasargad va Persepol shaharlaridagi saroylar me'morchiligi bilan bir xil uslubda ishlangan. Biroq Xorazm Ahamoniylar hukmronligi ostida uzoq qolmagan. Miloddan avvalgi 5-asr oxiri va 4-asr boshlarida, ya'ni imperiya markaziy hokimiyati zaiflashgan davrda Xorazm o'z mustaqilligini tiklab olgan. Xulosa qilib aytganda, Xorazm taxminan 150 yil davomida Ahamoniylar imperiyasi tarkibida bo'lgan. Bu davr vohadagi yirik sug'orish tarmoqlarining kengayishi, tosh yo'nuvchilik va mudofaa inshootlari qurilishining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Miloddan avvalgi 328-yilda Aleksandr Makedonskiy O'rta Osiyoga kelgan vaqtda Xorazm allaqachon mustaqil davlat edi. Xorazm shohi Farasmon Aleksandr bilan diplomatik aloqalar o'rnatib, unga harbiy ittifoq taklif qilganiga tarixiy manbalarda Arian asarlarida qayd etilgan.